Şuna aytaymi, shu oldu. Samarqand shahri. Turist. Ja, maar cool. Maar hij is goed geschreven, maar gewoon dat er geen gang is, gewoon naar wet, niet. yoshida ketib 42 yil Saudiyada qolib ketadilar aslida. 42 yilni davomida bugungi kunda muzeylar demak tashkil qilingan bo'lib, Imom Buxoriy 42 yil davomida 14 ming kilometr bosib o'tgan ekan. O'shani muzeyda video qilib ko'rsatgan. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi 600 mingdan ziyod hadisni to'pladilar. 600 mingta hadisni to'plab 300 mingdan ortig'ini bu kishi yoddan bilar ekanlar. Endi bitta savol tug'iladi. Hadis nima degani? Hadis Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam, Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning aytgan so'zlari, gaplari bizlar uchun hadis azizlar. Imom Buxoriy yashagan davrlarida mingdan ziyod hadis ulamolari, olimlari bo'lgan ekan. O'sha olimlarning ichidan Imom Buxoriyni yakka o'zlarini to'plagan hadislari eng ko'p va eng to'g'ri hadislar ekan. Eng sahih hadislarni 600 mingta hadisdan 7275 dona hadisni saralab olib, tanlab olib, o'zining Al-Jami as-Sahih, Sahihul Buxoriy nomli kitobini yozdilar. Azizlar, 16 yilda yozilgan kitob bu. 42 yil safar qilgan bo'lsalar, 600 mingta hadis to'pladilar. Demak, mana shu kitobi hozir aytib o'tgan Al-Jami as-Sahih ishonarli to'plami butun yer kurrasida Allohning kalomi Qur'ondan keyingi ikkinchi manba hisoblanadi. Azizlar, e'tibor qiling. Allohning kalomi Qur'oni Karim kitobimizning ichidagi so'zlar, gaplar, oyatlar Allohning gaplari, so'zlaridir, to'g'rimi? Va Imom Buxoriyni yozgan kitoblaridagi so'zlar, gaplar bu payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning gaplari va so'zlaridir. Shuning uchun ham bu kishini to'plagan sahih, eng to'g'ri ishonarli hadis shariflari Qur'oni Karim